Assalomu alaykum. Men 511-23 guruh talabasi Umar va Munisa bo'laman va bugun sizlar bilan logopediya fanining dizartriya haqida tushuncha mavzusini yoritib o'tamiz. Birinchi navbatda rejalar bilan tanishib olamiz. Rejamiz 3 ta qismdan iborat. Birinchisi bu dizartriyaning mazmuni, kelib chiqishi va klinik belgilari. Ikkinchi rejamiz esa dizartriyaning turlari va ularning xususiyatlari. Uchinchi rejamiz dizartriyada diagnostika va logopedik korreksiya yo'llari. Aynan mana shu 3 ta reja bo'yicha bugungi taqdimotimiz asosida sizlar bilan dizartriya haqida to'liq tushunchaga ega bo'lamiz. Kirish. Dizartriya o'zi qanday nutq nuqson? U nima sabablar oqibatida kelib chiqadi va uni klinik belgilari, ya'ni uning ko'rinishi boshqa nutqiy nuqsonlardan qanday farqlab olishimiz mumkin? Keling, buni hammasini bosqichma-bosqich ko'rib, aniqlab chiqamiz. Dizartriya bu markaziy yoki periferik nerv tizimi tuzilmalarining organik shikastlanishi natijasida nutqni shakllantiruvchi artikulyatsiya, nutqiy nafas va fonatsiya jarayonlarining buzilishi bilan tavsiflanadigan murakkab nutq nuqsoni hisoblanadi. Ayubovaning ta'rifiga ko'ra, dizartriya nutq apparatini boshqaruvchi nerv impulslarining to'liq yoki qisman uzatilmasligi oqibatida yuzaga keladi. Buning natijasida lab, til, yanoq, hiqildoq, tanglay mushaklarida parez yoki falaj holati kuzatiladi. Bu esa tovush hosil qilish jarayonining sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Dizartriyaning kelib chiqishi bosh miya po'stlog'i, po'stloq osti tuzilmalari, ekstrapiramidal tizim, miyacha hamda miya ustunining zararlanishi muhim o'rin tutadi. Shuningdek, periferik nervlarning jarohatlanishi ham nutqning motor boshqaruvini izdan chiqarishi mumkin. Ushbu shikastlanishlar quyidagi etiologik omillar natijasida sodir bo'ladi. Perinatal asfiksiya, tug'ma miya falaji, meningit va ensefalit kabi yallig'lanish kasalliklari. Bundan tashqari, bosh miya travmalari, genetik nevrologik sindromlar, toksik ta'sirlar yoki tug'ruq jarayonidagi mexanik jarohatlar. Dizartriyaning klinik belgilari ko'p qirrali bo'lib, nutqning bir nechta komponentlariga ta'sir qiladi. Avvalo, artikulyatsion apparat buzilishi kuzatiladi. Lablarning harakatchanligi cheklanishi, tilning yuqoriga ko'tarilmasligi yoki yon tomonga burilmasligi holatlari, yanoqlarning shishirilmasligi, til uchining aniq harakatlarini bajara olmasligi shular jumlasidandir. Nutqiy nafas yuzaki, qisqa va notekis bo'ladi. Bola nutq jarayonida tez-tez nafas oladi yoki gap oxirida nafas yetmay qoladi. Bu holat Ayubova tomonidan dizartriyaning asosiy diagnostik belgilaridan biri sifatida ta'kidlanib o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, rasmimizda ham dizartriyaning bir ko'rinishi, klinik ko'rinishi aks ettirilgan. Ya'ni bunda til holatida tortishuvchanlik kuzatiladi va aynan o'sha nosog'lom tomonga qarab til tortilib qolyapti. Fonatsiya buzilishlari ham keng tarqalgan bo'lib, ovoz past, xirillagan yoki jarangsiz eshitiladi. Ba'zi hollarda burun orqali o'tuvchi ovoz, ya'ni nazallik kuzatiladi. Tovush talaffuzidagi kamchiliklar fonematik emas, balki motor xususiyatga ega bo'lib, deyarli barcha tovushlar noaniq, xira va chalkash tarzda ishlab chiqiladi. Nutq tempi ko'pincha sekinlashgan, ritmi buzilgan va pauzalar noo'rin bo'ladi. Bundan tashqari mimika sustligi, umumiy va mayda motorikaning rivojlanmaganligi dizartriyani yanada murakkablashtiradi. Umuman olganda, dizartriya bu faqat tovush talaffuzi bilan bog'liq muammo emas, balki nerv tizimining organik shikastlanishi tufayli butun nutq motor tizimining buzilishi bilan kechuvchi murakkab patologiya hisoblanadi. Shu sababli dizartriya logopediya amaliyotida eng ko'p vaqt va ko'p yo'nalishli yondashuvni talab qiluvchi nutq buzilishlaridan biri hisoblanadi. Dizartriyaning turlari va ularning xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, dizartriya turli nevrologik tuzilmalarning shikastlanishiga qarab bir necha ko'rinishga bo'linadi. Har bir tur o'zining alohida klinik nutqiy va motor belgilariga ega bo'lib, shikastlangan tizimning funksional faoliyatidan kelib chiqadi. Spastik dizartriya markaziy nerv tizimining piramidal yo'llari zararlanganda rivojlanadi. Ushbu turda artikulyatsiya mushaklarining gipertoniyasi, ya'ni tortishuvning kuchayishi kuzatiladi. Lab va til mushaklari tarang, harakatlar esa cheklangan, nutq keskin
va qo'pol jaranglaydi. Bolaning nutqi asta-sekin, tarang va qattiq tovushlar bilan talaffuz qilinadi. Ovoz tembri qo'pol, ba'zan xirillagan bo'ladi. Nutqiy nafas ham tarangligi sababli izdan chiqqan, nafas qisqa va notekis. Keyingi dizartriya turi bu ataksik dizartriya. Miyoji faoliyati buzilganda yuzaga keladi. Ushbu turda nutqning koordinatsiyasi izdan chiqqani sababli tempi va ritm notekis bo'ladi. Bola bir tovushni kuchli aytib, keyingisini asta chiqarish holatlari kuzatiladi. Nutq xuddi sakrab turgan ko'rinishda bo'ladi. Artikulatsiya noaniq, tekis emas. Nutq jarayoni umumiy motor ataksiyasi bilan birga kechadi. Ovoz titroq, intonatsiya keskin o'zgaruvchan bo'ladi. Giperkinetik dizartriya ekstrapiramidal tizimning shikastlanishi bilan bog'liq. Bu turda artikulyatsion apparatda ixtiyorsiz harakatlar, ya'ni giperkinetik harakatlar kuzatiladi. Nutq spazmatik, ovoz titroq, notekis. Bola tovushlarni bir maromda ushlab tura olmaydi. Ba'zan kuchli, ba'zan juda past talaffuz qiladi. Artikulatsiya mushaklarining ixtiyorsiz tortilishi nutqni aniq shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, aralash dizartriya bir vaqtning o'zida bir nechta neyrotuzilmaning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Masalan, bir bolada spastik yoki bo'shashgan dizartriya belgilarining birgalikda uchrashi mumkin. Bu tur eng murakkab bo'lib, nutqning barcha komponentlari artikulatsiya, nafas, fonatsiya va ritm jarayonlari chuqur darajada buziladi. Har bir dizartriya turi o'ziga xos simptomatika va motorik mexanizmlarga ega. Shuning uchun logopedik korreksiya jarayoni individual yondashuvni talab qiladi. Qaysi neyrotizim zararlangani, mushak tonusi, artikulatsiya darajasi, umumiy motorika va boladagi qo'shimcha belgilar har bir bolada alohida baholanadi. Dizartriyada diagnostika va logopedik korreksiya yo'llari. Dizartriyada diagnostika jarayoni nutq apparatining anatomik fiziologik holatini, artikulyatsion motorika darajasini, nutqiy nafasni, fonatsiya jarayonini va umumiy motor faoliyatini har tomonlama baholashni o'z ichiga oladi. Ayupovaning ta'kidlashicha, dizartriya murakkab neyrogen nutq buzilishi bo'lganligi sababli tekshiruv jarayonida logoped, nevropatolog, psixolog va fizioterapevtning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Diagnostika avvalo bolaning umumiy nevrologik holatini o'rganishdan boshlanadi. Markaziy yoki periferik nerv tizimi shikastlanishiga xos belgilarning mavjudligi, mushak tonusining darajasi, umumiy va mayda motorikaning rivojlanishi baholanadi. Artikulyatsion apparat ko'zdan kechiriladi. Lablar, til, yanoq, tanglay mushaklarining harakatchanligi, kuchi, analogi, aniqligi maxsus mashqlar orqali tekshiriladi. Nutqiy nafasning chuqurligi, davomiyligi va nutq bilan uyg'unligi ham diagnostikaning muhim qismi hisoblanadi. Bola gapirayotganda tez-tez nafas olishi, gap oxirida nafas yetmay qolishi yoki nutq bilan nafasning mos kelmasligi dizartriyaning uchun xos belgilar hisoblanadi. Fonatsiya diagnostikasi jarayonida ovoz balandligi, tembri, jarangdorligi va barqarorligi baholanadi. Ovozning xirillashi, pastligi, kuchsizligi va monotonligi fonatsion buzilishlardan dalolat beradi. Shuningdek, dizartriya tovush talaffuzi motor xususiyatda buzilganligi sababli fonematik idrok nisbatan saqlangan bo'lishi mumkin. Ammo artikulyatsion harakatchanlik pastligi sababli tovushlarning aniq hosil bo'lishi qilinmaydi. Diagnostika davomida bola oddiy bo'g'inlar, so'zlar va gaplarni talaffuz qilishda undalanadi. Bu jarayon artikulatsiya, nafas va ovoz uyg'unligi aniqlashga yordam beradi. Dizartriyani korreksiya qilish jarayoni uzoq muddatli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Korreksion ishning asosiy maqsadi artikulyatsion apparat mushaklarining harakatchanligini oshirish, nafas va fonatsiya jarayonini normallashtirish va nutqning aniq talaffuzini shakllantirishdir. Ayupovaning metodikasiga ko'ra, korreksiya birinchi navbatda mushak tonusini me'yorlashtirishdan boshlanadi. Spastik holatlarda mushaklarni bo'shashtiruvchi mashqlar,
bo'shashgan holatlarda esa ularni faollashtiruvchi mashqlar qo'llaniladi. Artikulyatsion gimnastika dizartriya va korreksiyaning asosiy bo'g'ini bo'lib, til va lab mushaklarining aniq, mustaqil va boshqariladigan harakatlarni shakllantirishga qaratilgan. Nutqiy nafas. Nutqiy nafasni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Bola chuqur burun orqali nafas olishni, sekin-asta chiqarishni, gap davomida nafasni to'g'ri taqsimlashni o'rganadi. Fonatsiya ustida ishlash jarayonida tovush chiqarish kuchi, balandligi va tembrining nazorat qilishiga qaratilgan mashqlar qo'llaniladi. Dizartriya bo'lgan bolalarda ovoz ko'pincha sust bo'lgani uchun ovozni kuchaytirish, barqarorlashtirish va jarayondor qilish ustida bosqichma-bosqich ishlanadi. Tovush qo'yish va talaffuzni shakllantirish jarayoni sekin, izchil tartibda olib boriladi. Dastlab oddiy motor harakatlarni mustahkamlash, so'ngra bo'g'inlar, so'zlar va gaplarda tovushlarni qo'llashga o'tiladi. Korreksiyada sensor, motor integratsiyani rivojlantirish, koordinatsiyani yaxshilash, ritm va tembr ustida ishlash ham muhim o'rin tutadi. Logopedik ishning samarali bo'lishi uchun mashqlar muntazam, qisqa, ammo takroriy tarzda tashkil qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu taqdimotni tayyorlashda menga Ayubovaning logopediya kitobi juda ham katta yordam berdi, hamda bundan tashqari albatta internet manbalari logopedplus.ru va defektologiya.pro saytlaridan foydalandim.